Onajonim, tanishing uyimizning yangi mehmoni. Rohim, esing joyidami? Yo'qolib kelinglar uydan. Ona, kecha Kristina bilan kelishib olgandik. Uyimiz a'zosi bittaga ko'paydi. Ko'payib bo'lganida, lekin uydagilarim bilishmaganda. Hozir onamga ko'rsataman, tanishtiraman, reaksiyalarini ko'ramiz. Onajon, esinglar, meni kechiringlar. Bunaqa bo'lib o'tganligim uchun. Onajon, mana buni shirinligini qarang. Qanaqa qilib uyga kirgizmasligim mumkin? Rohim, bilasanmi? Ona zotda obunachilarimga qiziqib bo'lyapti. Hamma boqadi. Ona hamma like bosyapti. Ishoning, storyga qo'y. Obunachilarim. Ona hammaga qiziq. Yoshligimdan orzuyim. Ona iltimos, qarang, mana buni shirinligini qarang. Qarashimi? Mayli, qarang. Agar odamlar like bosib, o'sha mana 1 million 100 ming obunachim bor, 1 million 200 ming bo'lsa, mani karyeram uchun ruxsat berasizmi ona? Videolarim uchun? Hamma bosadi. Mana shirinligini qarang, videolarni. Mana qarang, onajon, qanaqa mana buni ko'chaga qo'yasizmi? Shirinligini qaranglar. Iltimos, yordam beringlar. Sen hech kimga bermaymiz, xo'pmi? Hamma spotlab qo'yadi, tushundingmi? Sen uyimizda qolasan. Tushundingmi? Qo'ying shirinligini. Tabriklasanglar bo'ladi. Biza mushukka erishdik, do'stlar. Sizlar poddeshkani yorib yubordinglar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. 100 mingta like qildinglar. Qara bor, bitta qarab qo'y, jonim. Bitta qara. Oxirgi mushugim bilan videoim butun O'zbekistonda keng tarqaldi. To'g'ri 1 million 200 obunachi qila olmadinglar, lekin like 120 ming bo'lib ketdi. Sizlar meni orzuyimni amalga oshirdinglar, qisqasi. Endi men sizlardan qarzdorman. Endi men sizlarning orzuyinglarni amalga oshirishim kerak. Prosta kommentariyaga orzuyingizni yozib qoldiring, men shuni amalga oshirishga harakat qilaman. To'g'risi, hamma kommentariyalarni men o'qiyman, bemalol yozinglar. Balki bu fake tuyulishi mumkindir, lekin men sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Agar sizlar bo'lmasanglar, men hech kimman. To'g'ri, shunga ham negativ yozasizlar, lekin men sizlarni yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Jonim. Ukam, sen bilan Dondonziki o'ynab telefon yutib olishayotgan ekanmi? Ha, obuna bo'lganmisiz? Da. Bo'lib ketdi. Dondonziki. Don. Bitdimi? 3 gacha-da, brat. Voy. Dondonziki. Bo'ldi chuni. Voy. Ham telefon. Bo'ldi, brat, telefon yutdingiz. Qarang, bizda aytilgan 99% skidka. Ya'ni hozir boramiz Media Parkka va siz Realme ni 2 million yo 3 million turadigan telefonini bor yo'g'i 20 ming so'm yoki 30 ming so'mga sotib olishingiz mumkin. Tushundingiz-a? 99% skidkada. Va endi men O'zbekiston bo'ylab hamma odamlardan so'rab chiqaman, menga obuna bo'lganmi yo'qmi? Obuna bo'lgan bo'lsa 3 kecha Dondonziki o'ynaymiz. Agar yutsa 99% skidkada Realme telefonini sotib ola oladi. Faqat men so'rashim kerak, obuna bo'lganmi yo'qmi? Butun O'zbekiston bunaqasi hali bo'lmagan. Kutib olinglar, bizda telefonlar VIP.